Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzuyimiz liner function mavzusi bo'ladi, ya'ni chiziqli funksiya. Va bugun shunga doir ba'zi bir misollarni ko'rib chiqamiz va xossalari bilan tanishib o'tamiz. Demak, nima uchun chiziqli funksiya deb nomlanadi? Ya'ni bu chiziqli funksiya deb nomlanishiga asosiy sabab bizda Descartes koordinatalar sistemasida mana shu, ya'ni fx barobar mx plus b funksiyamiz bizda Descartes koordinatalari sistemasida chiziqli ko'rinishda bo'lgani uchun bu funksiyamiz chiziqli funksiya deb nomlanadi. Ya'ni mana shu ko'rinishi, ya'ni mana shu funksiyaning ko'rinishi taxminan mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda ham chiziq qo'yilgan. Mana shu ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, endi uning ba'zi bir xossalari mavjud va nomlanishi mavjud. Mana bu yerda bizda ko'rib turganingiz, ya'ni m bu slope deb nomlanadi. Ya'ni bizda o'zbekchada bu og'ish desak bo'ladi. Ya'ni mana bu shunga bog'liq. Mana bu x o'qi, ya'ni absissa o'qi bilan funksiyamizning orasidagi mana shu burchak mana shu m ga bog'liq. Mana bu bo'lsa, mana bu nuqta, ya'ni b bizda b is y intercept deyapti. Ya'ni y bilan kesishish nuqtasi hisoblanadi. Ya'ni mana bu nuqta b hisoblanadi. Mana shu nuqta y bilan kesishadigan nuqtasi. Ya'ni bu nima degani? X'imiz 0 ga teng bo'lsa, y'imiz yoki fx'imiz b ga teng bo'ladi degani. Xo'p, bizda mana ikki xil ko'rinishi bor, ya'ni general form va standard form bor. Demak, general form misol uchun bizga quyidagicha funksiya berilgan. Aytaylik, y 1/2y barobar 5x plus 6 ko'rinishdagi funksiya berilgan va buni biz general ko'rinishga o'tkazsak qanday bo'ladi? Biz tenglikning chap va o'ng tomonini 2 ga ko'paytirish orqali y barobar 10x plus 12 degan ko'rinishga ega bo'lamiz va general formimizda demak 10x minusdan plus y barobar 12 ko'rinishda bo'lsa, bu bizda 12 emas, minus 12 ko'rinish barobar 0 ko'rinishda bo'lsa, bu bizda general form deb nomlanadi. Endi xuddi shu standart form bo'lishi uchun mana bu 12 o'ng tomonga o'tib qolsa, ya'ni minus 10x plus y barobar 12 ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, bu bizda standart form ekan. Xo'p, mana bu yerda demak. Xo'p, x va y koordinataga bog'liq bo'lganini anglatadi mana bu ko'rinish. Bu esa boshqacharoq ko'rinish, ya'ni fx ko'rinish bilan berilgan bo'lsa, xo'p, bizda fx'imiz y ga teng, ya'ni qayerda y kelsa buni fx deb olsak ham bo'laveradi. Qayerda fx kelsa y deb olsak ham bo'laveradi. Mana bu yerda misol uchun deb berilyapti. Misol uchun, ya'ni f minus 3 degani bu 5 degani x barobar minus 3 dagi qiymatida y ning nechiga to'g'ri kelishi, nechi qiymatga to'g'ri kelishi haqida gap boryapti va buni misollarda yaxshiroq tushunamiz. Va bizda eng asosiy formulalardan biri mana bu formula. Ya'ni m, ya'ni bizda o'sha og'ish, ya'ni slope ni topish formulasi. Bizda ikkita nuqta berilgan bo'lsa, biz o'shalar orqali slope ni topib olishimiz mumkin. Ya'ni bizda y2 dan y1 ning ayirmasining x2 dan x1 ga ayirmasiga nisbati bizda o'sha m ni beradi. Keling, biz endi ba'zi bir mana shu chiziqli funksiyaning xossalari bilan tanishib o'tsak, ko'rinishlari bilan, grafigi bilan. Xo'p, mana demak bizda quyidagicha ko'rinishdagi funksiya berilgan. Misol uchun umumiy ko'rinishni birinchi yozib olsam, bizda umumiy ko'rinishi y barobar yoki fx barobar mx plus b ko'rinishida berildi va bizda birinchi holatimizda teng bo'lsin b imiz 0 ga.
Mana shunaqa holatda bo'lsa, uning grafigi qanday ko'rinishda bo'ladi, shu haqida ko'ramiz. Demak, Descartes koordinatalar sistemasini chizib olamiz. Descartes koordinatalar sistemasi mana va bizda funksiyaning ko'rinishi mana bu markazdan o'tadi. Mana shu ko'rinishda o'tadi. Ya'ni bizda b-imiz 0 bo'lib qolsa, mana shu funksiyamiz markazdan o'tadi. Ya'ni bu fx barobar mx degan funksiya hisoblanadi. Bu juda bir murakkab emas. Endi bizda ikkinchi holatimiz mavjud. Bu undan ham soddaroq holati, ya'ni xuddi shu funksiyamizda m-imiz 0 ga teng bo'lib qolsin. Unda qanaqa ko'rinishda bo'ladi? M-imiz 0 ga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, mana uning ko'rinishini chizaman. Uning ko'rinishi mana bu yerga chizaylik. Mana. Uning ko'rinishi qanday bo'ladi? M-imiz 0 ga teng bo'lsa, bizda mana bunday tenglik hosil bo'lib qoladi. Y barobar b. Y barobar b. Ya'ni y har doim b ga teng. Ya'ni mana bu parallel chiziq. Mana shu chiziq y barobar b degan funksiya bo'ladi. X ning qiymati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u y imiz doimo b ga teng bo'lgan holat degani. Endi endi ikkalasi ham 0 ga teng bo'lmagan holati. 0 dan farqli bo'lgan holatini ko'ramiz. Y barobar mx plus b funksiyada m katta 0, b esa kichkina 0 bo'lsin. Mana shu holatini biz ko'rib o'taylik. Qanday bo'lishini. Mana Descartes koordinatalar sistemasi chizib olamiz. M-imiz 0 bo'lsa, aytgancha shuni yozib qo'yaylik. M-imiz 0 bo'ladigan bo'lsa, o'suvchi funksiya deb nomlanadi. O'suvchi funksiya. O'suvchi funksiya. Xo'sh. Uning grafigi qanday bo'ladi? B-imiz esa manfiy, ya'ni y ning mana bu nuqtasida kesib o'tadi. Taxminan mana shu nuqtalarida kesib o'tadi. Y o'qi, mana bu y o'qi, mana bu esa x o'qi. Mana bumi farqi yo'q. Ixtiyoriy bitta nuqtasida kesib o'tadi va uning ko'rinishi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Mana bu x 0imiz, mana bu esa y 0imiz yoki b-imiz shunga teng nuqta hisoblanadi. Bitta misol ko'raylik. Demak, for example, y barobar minus 5 plus 5x. Mana shu ko'rinishdagi funksiyaning grafigini tasvirlang desa, biz quyidagicha topamiz. Biz birinchi bo'lib x ga 0 beramiz. Shunda y 0imiz kelib chiqadi. X ga 0 beramiz. X ga 0 beradigan bo'lsam, nima bo'ladi? Mana bu minus 5 o'zi turaveradi. 5 kira 0 0. Minus 5 ga 0 ni qo'shadigan bo'lsam, minus 5 chiqadi. Mana bu demak y o'qini minus 5 nuqtada kesib o'tar ekan. Endi y ni 0 ga tenglashtiraman. Bunda nima bo'ladi? 0 barobar minus 5 plus 5x. Bundan kelib chiqadiki, x barobar 5x barobar 5 ga, mana bu chap tomonga olib o'tyapman va x imiz 1 ga tengligi kelib chiqadi. Demak, uning grafigini endi tasvirlayman. Birinchi misolning grafigi. Grafikni tasvirlaymiz. Mana demak, y o'qini taxminan mana bu yerda kesib o'tdi. Minus 5 nuqtada va x o'qini mana bu 1 nuqtada kesib o'tdi. Mana shu ikkita nuqtani belgilab olamizda, ikkalasini dan o'tuvchi mana bu to'g'ri chiziqni o'tkazaman. Mana shu to'g'ri chiziqni o'tkazaman
va shu bizda y barobar minus 5x plus 5 degan funksiyaning grafigi bo'ladi. Va yana bir xossani mana bu yerga kichkina qilib yozib qo'yaman. 4-holatimizda m katta. Kichkina qilib yoza olmas ekanmiz. Uni grafigini ham tasvirlashimiz kerak. Keling, bularni o'chirib tashlasam. Bularni o'chirib tashlayman. Umumiy ko'rinish qolsin. Qolganlari kerak emas. Bizda demak 4-holatimiz bor. 4-holatimiz. Bunda nima dedik? Y barobar mx plus b funksiyamiz m ham katta 0 dan b ham katta 0 dan bo'lsin. Bunday holatda uning grafigi qanday ko'rinishda bo'lishini hozir ko'ramiz. Demak, mana yana Descartes koordinatalar sistemasini chizib olaman. Bunday holatda x'imiz mana bu yerdan o'tadi. Mana bu yerdan o'tadi. B'imiz mana bu musbat bo'ladi bu safar. Mana bu yerdan o'tadi endi. Mana shunday, taxminan mana shunday grafik hosil bo'ladi. To'g'ri chizilmadi. Mana shunday ko'rinishdagi, taxminan shu ko'rinishdagi grafik hosil bo'ladi. Endi keling yana bitta for example ko'ramiz. For example demak y barobar 2x plus 3 funksiyaning grafikini toping dedi. Demak, grafik qurishda qanday qilar ekanmiz? X ni dastlab 0 ga tenglaymiz. Bunda y barobar 2 ko'paytirilgan 0 plus 3 barobar 2 kara 0imiz 0, 0 ga 3 ni qo'shsam 3 hosil bo'ladi. Demak, mana bu nuqtamiz 3 ga teng ekan bizda. Endi biz x ni topamiz. X bilan kesishadigan nuqta mana bu nuqtani. Bunda y ni 0 ga tenglaymiz. Bunda nima bo'ladi? 0 barobar 2x plus 3 va 3 ni chap tomonga olib o'tadigan bo'lsam, bizda hosil bo'ladi 2x barobar minus 3. X'imiz demak minus 1,5 yoki minus 3 taqsim 2 ga teng. Mana bu yer demak minus 3 taqsim 2 ga ekan. Xo'p, mana shu tarzda bo'ladi. Endi bizda yana bir holatimiz bor. Qaysi holatimiz? Y barobar mx plus b funksiyamizda m'imiz manfiy bo'lsin, b'imiz esa musbat ko'rinishda bo'lsin. Bunday holatda endi qanday bo'ladi funksiyamizning ko'rinishi? Mana shuni ko'ramiz. Mana yana Descartes koordinatalar sistemasi va bu holatimizda endi mana bunday ko'rinishda bo'ladi va bir narsani shu yerda aytib o'tib ketamiz. M'imiz 0 bo'lgan holatda bu kamayuvchi funksiya deb ataladi. Kamayuvchi funksiya deb ataladi. Mana bu b bizda, mana bu esa o'sha m ning x ning bu m ning qiymati emas, bu noto'g'ri hisoblamaymiz. Bu bizda minus b taqsim m ga teng. Mana bu yer b ga teng, mana bu esa minus b taqsim m ga teng bo'ladi. Keling yana bitta misol ko'ramiz. For example. Xo'p, for example. Yana x ni 0 ga tenglaymiz. X ni 0 ga tenglashdan oldin men funksiyani ko'rinishini yozib olishim kerak. Demak, funksiyamiz bizda berilgan funksiyamiz mana bu ko'rinishda bo'lsin. Keling, y barobar bizda demak m'imizni manfiy qilishim kerak. Y barobar minus x plus 1 ko'rinishda bo'lsin. Mana shu funksiyaning grafikini tasvirlashimiz kerak bo'lsin. Birinchi holatimizda demak x ni 0 ga tenglayman. Unda y barobar 1 degan funksiya hosil bo'ladi. Y ni bo'lsa y'imizni demak 0 ga tenglaymiz. 0 barobar minus x plus 1 ko'rinishda bo'ladi va buni chap tomonga o'tib ketadigan bo'lsa minus 1 barobar minus x, x'im esa bu yerdan 1 ekanligi kelib chiqadi. Demak, mana bu nuqtamiz 1 ga teng ekan. Mana bu nuqtamiz bo'lsa, bu ham 1 ga teng ekan. Mana shu tarzda ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni y barobar minus m plus 1 degan funksiyamiz. Endi keling ba'zi bir
misollarni ko'rib o'tamiz. Mana bu misolga e'tiboringizni qaratamiz. Xo'p, for a linear function f va f bilan aniqlangan ekan. Mana shu funksiyamiz va f 0 dagi qiymati 2 ga teng ekan. Va f 3 dagi qiymati bo'lsa 5 ga teng ekan. Va bizda aytayaptiki, f 5 dagi qiymatimiz k degan funksiyaga, k degan songa teng ekan. Bizning maqsadimiz, demak, what's the value of k? Ya'ni k ning qiymatini topishimiz kerak ekan. Biz boya mana bu yerda ko'rdik. Mana bu formuladan foydalanamiz. Mana shu formuladan foydalanamiz. Mana formulamiz qanday edi? Formulamiz qanday edi? y2 dan y1 ning x2 dan x1 ning nisbatiga tengligidan foydalanamiz. Bu yerda ikkita qiymat berilgani uchun. Bu yerda bizda k ni bu slope emas, lekin ikkala bitta funksiya bo'lgani uchun biz m orqali ikkalasini ifodalab olishimiz mumkin. Ya'ni ikkalasini m teng. Shu orqali topib olamiz. Mana shu formuladan foydalangan holatda. Buni qanday amalga oshiramiz? Hozir buni ko'ramiz. Demak, birinchi mana bu ikkita funksiyani olsam, mana bu ikkala funksiyani olaman. Bizda demak, birinchi holatimizda x1imiz 0 ga teng, x2imiz 3 ga teng, x3imiz bo'lsa 5 ga teng. Endi y1imiz 2 ga teng, y2imiz bizda 5 ga teng va y3imiz bo'lsa k ga teng deb olamiz. Mana shu formulaga qo'yamiz endi. Bu formulaga qo'yamiz. y2 dan y1 dan ayiraman. y2 dan y1 dan ayiraman. 5 minus 2 taqsim x2 dan x1 dan ayiraman. 3 minus 0. 3 minus 0. Endi shuni tenglayman. y3 dan y2 ni ayirmaslikka. K minus 5 taqsim x3 dan x2 ni ayirmasi. 5 minus 2. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi mana bu qismi demak 3 bo'ladi. Past ham 3 bo'lgani uchun qisqarib ketadi ikkalasi. Bizda 1 qoladi. 1 barobar k minus 5 taqsim 3. Bundan kelib chiqadiki, mana bu 3 ni chap tomonga ko'paytirish qilib olib o'tamiz. Shunda 3 barobar k minus 5 bo'ladi. K ni topishim uchun 3 ga 5 ni qo'shib qo'yaman. Javobim 8 ekan. Demak, k ning qiymati 8 ga teng degan variantimiz to'g'ri bo'ladi. Davom ettiramiz. Ikkinchi misolni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi misolda demak bizda mana shunday table berilyapti. X ning qiymatlari 0, 1, 2. Y ning yoki fx funksiyaning qiymatlari bo'lsa a12 b ga teng ekan. The table above shows some values for the function f. If f is a linear function, what is the value of a plus b? A plus b ning qiymatini so'rayapti. Mana bu ikkita qiymatni biz topishimiz kerak. Bunda qanday yo'l tutamiz? Hozir videoni to'xtatib o'zingiz ishlab ko'rishingiz ham mumkin. Va biz keyin davom ettiramiz. Demak, buni qanday amalga oshiramiz? Buni o'ylab ko'ring. Xo'p, demak, bunda ham boyagi amallarni bajaramiz. Ya'ni bizda x1 bu, mana bu x2, mana bu x3, bu y1, mana bu y2, mana bu y3. Xo'p, x2 dan x1 ni ayirganim y1 dan y2 dan y1 ni ayirmasi x2 dan x1 ni ayirmasiga teng va bu yerda y3 dan y2 ning ayirmasi x3 dan x2 ning ayirmasiga teng.
Bu yerda topamiz. Xo'p, y2imiz bizda 12 ga teng, 12. y1imiz a ga teng, minus a. Taqsim x2imiz bizda 1 ga teng, x1imiz esa 0 ga teng. 1 minus 0 barobar y3dan y2ni ayirmasdi. y3imiz bizda b ga teng. y2imiz bo'lsa 12 ga teng, minus 12 barobar taqsim kasr chizig'i x3dan 2dan x2ni ayiramiz. Ya'ni 1 ni 2 minus 1. Endi mahrajlar 1, buni yozmasak ham bo'laveradi. Bizda quyidagi ko'rinishda hosil bo'ladi. 12 minus a barobar b minus 12. Xo'p, endi men mana bu a ni o'ng tomonga olib o'taman. Shunda bizda b plus a hosil bo'ladi. Va mana bu 12 ni chap tomonga o'tsam, 12 plus 12 hosil bo'lib 24 hosil bo'ladi. Biz qidirayotgan javob demak a javobi ekan. Mana shu tarzda bo'ladi. Keling yana bir nechta misollarni ko'rsak. Quyidagi ko'rinishdagi misolni ko'ramiz keling. Xo'p, mana. Demak, a linear function, ya'ni bizda mana shu chiziqli funksiyamiz shu ko'rinishda ekan, mana bu ko'rinishda ekan va bizda aytayaptiki, boya ko'rdik, hamma holatini deyarli ko'rib chiqdik. A musbat son, b manfiy son, c imiz musbat son ekan. Va uning grafikini tasvirlang deyapti. Agar buni shundaylikcha tasavvur qilish qiyin bo'ladigan bo'lsa, biz uni son berish orqali topib olishimiz mumkin. Osonroq variantda. Ya'ni bizda a imiz musbat son degan bo'lsa, demak a ga biz 1 degan sonni beramiz. Xo'p, b imiz manfiy degan bo'lsa, biz keling kichikroq son beramiz. Bunga minus 1 ga teng deymiz, 0 dan kichkina. c imiz 0 dan katta degan. c imiz bo'lsa, c imiz ham 1 deymiz. Bizga qulay sonlarda bular. Xo'p, bizda umumiy ko'rinish demak ax plus by plus barobar 0 ko'rinishda bo'lsa, a ga biz demak 1 berganmiz, x bo'ladi, plus y ga demak minus 1 berganmiz, minus y plus 1 barobar 0. Endi bu bizdagi bu ko'rinishni biz mana bu ko'rinishga keltirib olishimiz kerak. Y barobar mx plus b ko'rinishiga keltirib olishimiz kerak. Bunda nima qilamiz? Y ni o'ng tomonga o'tsam, y barobar x plus 1 ko'rinishda bo'lar ekan. Mana. Boya ko'rdik, ya'ni bizda m imiz katta 0, b imiz katta 0 bo'lsa, uning ko'rinishi qanday bo'lishini bizda to'g'ri javob mana bu D varianti to'g'ri bo'ladi. Chunki b imiz musbat bo'lsa, mana bu yerdan o'tadi, to'g'ri chizig'imiz. Manfiy, ya'ni m imiz ham musbat bo'ladigan bo'lsa, o'suvchi funksiya bo'ladi. Mana bu o'suvchi funksiya. C javobimiz noto'g'ri, chunki kamayuvchi funksiya bu yerda umuman. A javobimiz ham noto'g'ri, chunki bu yerda ham kamayuvchi funksiya bo'ladi. B javobimiz to'g'ri bo'lishi mumkin edi, lekin b, mana bu yerda b manfiy bo'lgani uchun bizda aniq javob mana bu. Mana shu javob bo'ladi, ya'ni D javobi bo'ladi. Xo'p, endi 4-chi misolni ko'ramiz. 4-chi misolda nima deyilyapti? If agar f funksiya chiziqli funksiya bo'lsa va fx 3 da 2 ga teng bo'lsa va f 5 da 6 ga teng bo'lsa, uning y bilan kesishish nuqtasini toping. Shuni topishimiz kerak. Qanday topamiz buni? Hozir ko'ramiz. Bizda funksiyamiz mx plus b ko'rinishda edi va biz bu yerdan b ni topishimiz kerak ekan. Biz avval m ni topib olishni bilamiz. M ni topib olsak, keyin umumiy funksiyaga qo'yib, qiymatlari berilgan, b ni topib olamiz bemalol. Xo'p, demak m bizda barobar bo'ladi y 2 dan 6 dan y 1 ning ayirmasi, taqsim 5 dan 3 ning ayirmasiga teng. 5 minus 3 barobar. Bu 4 bo'ladi, pastga esa 2. Demak
4 ni 2 ga bo'lsam 2 degan javob. Endi bizda m 2 ga teng ekan. Y barobar 2x plus b ko'rinishiga keldi. Endi biz bu yerdan b ni topishimiz kerak. Endi nima qilamiz? X ga 3 qo'yganimizda y imiz 2 ga teng ekan. Mana shuni hisoblaymiz. 2 barobar 2 ko'paytirilgan 3 plus b ko'rinishda bo'ladi. Mana shu oddiy chiziqli tenglamaga kelamiz. B barobar mana bu yer 6 bo'ladi va buni chap tomonga o'tkazsam 2 minus 6 ko'rinishda bo'ladi va bu minus 4 ga teng ekan. Demak, mana shu y-intercept javobimiz to'g'ri bo'ladi. Mana shu tarzda. Yana 6-misolni ham ko'ramiz. The graph of a equation f is shown in the demak xy tekisligida fx funksiyamiz tasvirlangan ekan va bizda tasvirlanishiga ko'ra b ning qiymati ikkita a ning qiymatiga teng ekan va bu yerda bizda a ning qiymati so'ralyapti. A ning qiymati so'ralyapti. Bu qanday bo'ladi? Shuni topishimiz kerak. Bizda demak a qo'yganimda o'zi funksiya mana bu yana o'sha funksiyaga e'tiborimizni qaratamiz. Mana bu yerni o'chirib yuborsam, mana bu joylarni o'chirib yuborsak, yana funksiyaning umumiy ko'rinishini yozib olamiz. Y barobar mx plus b ko'rinishda va x teng 0 da y imiz 3 ga teng ekan. Mana bu da. Va x teng 5 da y imiz 0 ekan. Mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Demak, biz b ni va m ni bemalol topa olamiz. X ni 0 ga tenglashtirsam, y im 3 ga teng ekan. Demak, b im 3 bo'ladi. Xo'p, endi m ni topaman. 0 barobar 5 ta m plus 3. M imiz minus 3 taqsim 5. Mana shu ko'rinishda ekan. Endi bizdan aytayapti. P a yu b dan o'tadi deyapti va b imiz o'zi 2a ga teng ekan. Demak, men y funksiyamga a ni qo'ysam, b chiqishi kerak yoki 2a chiqishi kerak ekan. Xo'p, a ning qiymatini topa olamanmi? Bizda barchasi ma'lum. Y imiz 2a ga teng. 2a barobar bo'ladi. M imizni biz topganmiz minus 3 taqsim 5. Minus 3 taqsim 5 ko'paytirilgan x imizni o'rniga a qo'yyapmiz. A ga va plus 3. Mana shu tarzda bo'ladi. Shu oddiy tenglamani ishlab qo'yishimiz kerak. Ikkala tomonni 5 ga ko'paytirib yuboraman. Shunda 10 ta a barobar minus 3 ta a plus 15. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana 3 ta a ni chapga o'tkazsam 13 ta a bo'ladi barobar 15 ga. A imiz esa 15 taqsim 3 degan qiymatga teng bo'ladi. To'g'ri javob C varianti bizda mana shu tarzda bo'ladi. Bugungi darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Kelgusi darslarda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.